Boshingga tushganda bir kun og'ir dard, vujuding titratsa azob uqubat, joningga eng yaqin bo'lguchi ulfat. Shifokorlar, shifokorlar, boshingga tushganda bir kun og'ir dard, vujuding titratsa azob uqubat, joningga eng yaqin bo'lguchi ulfat. Shifokorlar, shifokorlar. Islohotlar yo'lida deb nomlangan turkum suhbatlarimizni bugun biz yana ajoyib kasb egalari shifokorlar bilan davom ettiramiz. Ma'lumki, noyabr oyining dastlabki yakshanbasida shifokorlar bayrami nishonlanadi. Biz bugun ana shunday bir bayram arafasida Pastdarg'om tumanidagi Sharqin qo'rg'onida joylashgan poliklinika mudiri Otaxon Tursunovich Iskandar bilan suhbatlashib turibmiz. Otaxon aka, mana bu yerda qariyb 2004-yildan buyon shu tibbiyot bo'limida rahbarlik vazifalarida ishlab keladi, elga xizmat qiladi, doim xalqni olqishini oladi. Bugun shu bayram arafasida Otaxon Tursunovich fikrlaringizni, niyatlaringizni, istaklaringizni bildirsangiz. Rahmat Ma'ruf aka. Albatta, hozirgi vaqtda mamlakatimiz tibbiyot sohasiga juda katta e'tibor berib kelmoqda. Biz shifokorlar bundan juda xursandmiz. Buning isboti sifatida, masalan, mana shu mustaqilligimiz arafasida bizning poliklinikamiz hamda bo'limlarimiz to'la rekonstruksiyadan chiqarildi. Zamonaviy asbob-uskanalar va jihozlar bilan ta'minlandi. Bu shu yuqorida aytgan gapimizning isboti bo'lib xizmat qiladi. Sharqin poliklinikasi 7 ta mahallaga 24.600 ta aholiga xizmat ko'rsatadi. Hududimizda 5 ta maktab, 6 ta bolalar bog'chasi faoliyat ko'rsatadi. Bizning ishchilarimiz mana shu maktab o'quvchilarini, bolalar bog'chalarida yurgan bolajonlarni hammasini yilida 2 marta tibbiy ko'rikdan o'tkazib kelamiz. Poliklinikamizdan tashqari yana bizda 20 o'rinlik terapiya bo'limi hamda 20 o'rinlik bolalar bo'limi ish faoliyatini ko'rsatib kelmoqda. Undan tashqari poliklinikamizning o'zida 6 o'rinlik kunduzgi muqimgoh mavjud. Bunda shu poliklinikaga kelgan kasallarimizni kerakli ukol dorilar qilinib kuzatish uchun foydalanamiz. Bizning poliklinikamizda 19 ta malakali vrach va 52 ta hamshiralar ish faoliyatini ko'rsatib keladi. Ularning asosiy vazifasi xalqimizga sifatli, beminnat xizmat qilishdan iborat. Ma'ruf aka, mana hozir to'g'ri aytib o'tdingiz. Har yilning 1-yakshanba kuni butun tibbiyot xodimlarining bayrami kuni men shu fursatdan foydalanib butun O'zbekistonimizning tibbiy xodimlarini yaqinlashib kelayotgan bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bayram hammaga qutlug' bo'lsin. Tibbiy xodimlarimiz xalqqa xizmat qilishda hech qachon charchamasinlar. Boshingga tushganda bir kun og'ir dard, vujuding titratsa azob uqubat, joningga eng yaqin bo'lguchi ulfat. Shifokorlar, shifokorlar, boshingga tushganda bir kun og'ir dard, vujuding titratsa azob uqubat, joningga eng yaqin bo'lguchi ulfat. Shifokorlar, shifokorlar. Har ko'rinib ketsa ko'zingga dunyo, qandoshi yo'g'ilma qizingga dunyo, umringga bahordek kirguchi go'yo. Shifokorlar, shifokorlar. Har ko'rinib ketsa ko'zingga dunyo, qandoshi yo'g'ilma qizingga dunyo, umringga bahordek kirguchi go'yo. Shifokorlar,
Şifakarlar, şifakarlar Ömrünge bahardey kirgüçü güya Şifakarlar, şifakarlar Şifakarlar, şifakarlar Ömrünge bahardey kirgüçü güya Şifakarlar, şifakarlar